chorva mollarim, qo'ylarim bor. Shularga yem qilib berish uchun makkalarni so'tasini va somonlarini mayda-mayda qilib berishim kerak. Shuning uchun agroservis do'konlaridagi jodu apparatlaringdan obzor qilib chiqargan degan akalarimiz uchun agroservis do'konlariga 3 xil turdagi jodu apparatlarimiz yetib kelgan. Shu munosabat bilan hozirda sizlarga uchalasini ham qisqacha ma'lumotini berib tanishtirib o'tib ketamiz akalar. Xo'p, birinchi bo'lib bu tomondan boshlaydigan bo'lsak, xo'p, bu jodu apparatimiz, xo'p, ho'l qurov o'tlarni bemalol maydalaydi. Diyo tomonda bunkerlari bor, bunkerlarning ham zashtalarigacha bor. Bu bunker tomonda, yon tomonda og'zini ochadigan joylari bor. Bittadan po'choq-mo'choqlarni yoki makkalarni 2 ga 3 ga bo'lib beraman degan akalarimiz uchun shu yerdan tashlaydigan bo'lsanglar, 2 ga 3 ga bo'lib chopib beradi. Ichki tomonni ham ko'rsatib o'tamiz. Pichoqlar 6 qatorli bo'ladi. Pichoqlari kalit bo'lgan original pichoqlardan qo'yilgan bo'ladi. O'zini baquvvat shneglari bor. Bu tomondan tiqqanlarni shneglar aylanib, o'tni qisib, o'zi tortib olib kelib ketadi. Skolari 2 tadan skollari bor. Kattaroq va maydaroq qilib chiqaradigan skollarigacha bor ekanlar. O'zini xuddi shunday ushlab turadigan mana qatar qo'yiladi ular. Yon tomonda, xo'p, shu sinalarga qo'l tegmasligi uchun zashtalargacha qo'yib qo'yilgan. Old tomonda qo'pqo'lari bor. Xohlasanglar uzoq, xohlasanglar shu holatda, xohlasanglar pastga qilib yoniga ham tashlash imkoniyatingiz bor. Bu tomonda remellarni zashita qiladigan joylarigacha qo'yib qo'yilgan ekanlar. Xo'p, motorlari ham har xil motorlari bor. Bu dravikalarimiz narxi keladigan bo'lsa, buni narxlari 2 million so'mdan 3 million 600 ming uchun 700 minggacha bor. Narxlari ko'tarilib tushishi sababi motorlariga qarab, UZ tokka qarab motorlari katta klass yoki kichkina klassli bo'ladi. Shu munosabati bilan narxlari ham pastga yoki tevaga chiqib tushishi mumkin. Undan keyingisi xuddi shu dravikani tevasida bunker yo'q variant. Ko'rishingiz mumkin. Ichki tomonlari 6 qatorli pichoqli, xuddi shunday kalitli pichoq bo'lgan. Bu tomonda zashtalari bor, ikkita tomonda skollari 2 tana, old tomonda qo'pqo'lari bor. Xuddi shuni bunkerli yoki bunkersiz varianti ham bor ekanlar. Buni aytganimda shunday motorlari har xil 2 million so'mdan 3 million 600 million 700 gacha chiqadi. Xo'p, undan keyingisi keladigan bo'lsa ekanlar, undan keyingisi xuddi shu dravikani 4 pichoqli varianti bo'ladi, sal kichikroq varianti bo'ladi. Ichki tomoni pichoq uzun bo'ladi. Buni ham pichog'i kalitlangan pechatli pichoqlardan qo'yilgan bo'ladi ekanlar. Ko'rishingiz yozib qo'yilgan. Uni xuddi shunday o'zining shneglari bor. Baquvvat yon tomonida va o'ng tomonida zashtalari bor. Old tomonda uni qo'pqo'larigacha bor. Bemalol makkalarning so'tasini yoki somonlarni ham bemalol maydalashingiz mumkin bo'ladi. Hozir narxi 2 million so'mdan 3 million 600 ming yoki 3 million 700 minggacha ham chiqadi ekanlar. Xo'p, uyingizda tok necha kilovatgacha bo'lishini aytadigan bo'lsangiz, shunga qarab narxlarini past-baland bo'ladi. Motorlarini yaxshisidan qo'yib berishga harakat qilamiz. Manzilimiz Farg'ona shahar avval qishlog'i agroservis do'koni ekanlar. Qishloq xo'jaligi texnikalarini optim ba'zan xarid qilib olaman degan akalarimiz ekranni pastdagi nomerlarga murojaat qilishingiz mumkin. Xohlaganlarcha xuddi shunday variant, xohlaganlarcha ichkari tomonda upakovkada ham bor. Bemalol upakovkada olib chiqib, motorlarini ishlatib, sizlarga ishlatib tekshirib beramiz. Xo'p, yig'ishni ham bir qadar tushuntirib o'tib ketamiz. Xo'p, bundan keyin videolar o'tkazib olmaslik uchun ekran obuna tugmasini qo'yib qo'yganmiz. Bemalol obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lib keladigan bo'lsanglar, narxlarni aytib o'tilayotgan narxlardan ham tushirib kamini qilib beriladi. E'tiboringlar uchun rahmat, joninglar sog' bo'lsin. Xo'p, narxlarni yana ham arzon qilib olaman deganlarimiz kommentariyaga omad yozib, obuna bo'lib kelishni unutmanglar.